Bizda 3 fazali dvigatelimiz. Yulduzchada 380 ga, 3 burchakda 3 faza 220 ga ishlaydi. Odatda ko'rganmiz. Mana bitta, ikkita va 3 ta ulangan qismi 3 fazaniki va ularning umumiy nuqtasi. Lekin dvigatellarda ba'zilarda mana bunday ikkita sim chiqqan bo'ladi va qayerga ulanishini biz bilmaymiz odatda. Bu ulanmagan bo'ladi. Lekin bu dvigatelimizda bu kranni pоворотniki bu ulangan. Va raqamlarni ko'rish mumkin. 609 va 610 ekan. Xo'p, bu yerda ko'ramiz. Elektrodvigatel, elektropривод, поворот krani. Mana поворотniki va mana 610 va 609 RK7, RK8 va RK9 termistorlardan kelyapti. Ya'ni issiqlik ta'sirida ularning qarshiligi o'zgaradi. Va bundan bizga mana bu termistorning religi kelyapti. A1 A2 mana uning pitaniyasi kiradigan, mana tepada yozilgan va 609 va 610 mana T1 T2 termistor ulanadigan joy. Ya'ni obmotka qiziydigan bo'lsa, bu relay ishga tushadi. Va sxemada ko'rish mumkin bizda 609 610 mana bu yerga kelyapti. Mana termistorning religi 609 610 qizib ketganda bu tortiladi va mana bu yerda промежуточный indikatsiya перегрева, ya'ni qizib ketdi deb komanda beradi va chiroq yoqadi va qizib ketganlik haqidagi indikator signal beradi liniyaga va поворотni dvigatelini ishdan to'xtatish kerak bo'ladi.